Dahshat! 5000 so'mlik kolbasa halolmi o'zi? Bozordagi 5000 so'mlik kolbasaning siri fosh bo'ldi. Rasul Kusherboyev nima dedi? 5000 so'mlik kolbasa tarkibida nima bor? Rasul Kusherboyevdan kutilmagan so'zlar. Bugungi dasturimizda har birimizning xonadonimizga, sog'lig'imizga va jamiyatimizdagi eng o'tkir muammolarga tegishli bo'lgan ikkita juda muhim va shov-shuvli xabarni tahlil qilamiz. Do'kon va bozorlarimizda sotilayotgan 5000 so'mlik kolbasalar tarmoqlarda katta bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, taniqli jamoat arbobi va sobiq deputat Rasul Kusherboyevning navbatdagi tezkor chiqishi ko'pchilikni o'ylantirib qo'ydi. Ushbu shok videoda quyidagi muhim tafsilotlarni ko'rib chiqamiz. 5000 so'mga go'sht bormi? Narxi aqlga sig'maydigan darajada arzon bo'lgan bu kolbasalarning tarkibida aslida nima bor? Ular islom shariatiga ko'ra halolmi yoki sog'liq uchun o'ta xavflimi? Sirlar fosh bo'ldi. Bu mahsulotlarni ishlab chiqarayotganlar kimlar va ular nega javobgarlikka tortilmayapti? Rasul Kusherboyev nima dedi? Xalq dardini doim ochiq gapiradigan Rasul Kusherboyev bu gal qaysi dolzarb muammoni ko'tarib chiqdi? Uning bu gaplari kimlarga qaratilgan? O'zingiz va yaqinlaringizning sog'lig'iga befarq bo'lmasangiz, bu videoni o'tkazib yubormay, oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat savol, ichida necha foiz va nimani go'shti bor? 10 minglik kolbasamiz keldi. Eng yaxshi kolbasalardan bittasi. Necha pul ekan? 5000 so'mdan kolbasa sotyapti. 1 kilo go'sht 150 ming so'm, laxim go'sht. Unga go'sht qo'shilishi kerak. Kolbasaga go'sht qo'shgan bo'lsa 10 gram qo'shgan deylik, 1,5 ming so'm. Yana 1,5 ming so'm uni texnikasi, mehnat haqi, olib kelib nalogi, sveti, gazi, o'rda odam ishlagan, uni olib kelib bozorga sotyapti. Yana bittasiga 1,5 ming so'm, 3 ming so'm. Yarim kilo desak ham bu kolbasani bittasini yana 490 gram nima qo'shgan bo'lishi mumkin? 2000 so'mlik. O'ylab-ku, uni nimadan qilish mumkin? Bir kerak emas, musurdan buni bizga kolbasa tayyorlab berib foyda qilish mumkin. Bir kerak emas, 2000 so'mlik mahsulot qo'shilgan bo'lsa, qog'oz solsa ham qimmat bo'ladi. Qog'oz solsa ham undan qimmat bo'ladi. Men topolmadim u mahsulotni. Imindan men o'ylayapman, tuproq solsa ham o'sha qimmatga tushadi-da o'shanda. Qanaqa qilib 21-asrda bitta tualetga kirsak ham 5000 so'mda o'shani artib ishchisiga o'zi ba'zir yetadi uni puli. Qanday qilib biz buni kolbasa seli bitta obed yoki ujin qiladigan kolbasa 5000 so'm bo'lishi mumkin. Odamlar ko'psa, odamlar yeydigan narsalarni sotinglar, iltimos. To'g'ri ovqatlaninglar, har narsani yemanglar, reklamaga qiziqib. 5 minglik kolbasamiz. Bekorga emas bu. Internetda har xil gap so'zlarni qilavermanglar. Eng yaxshi kolbasalarimizdan bittasi. Qolagancha 1000 tadan oshib kelyapti. Men zarariga bu hamma yetish kerak, hamma o'zini o'ylamasdi. Boshqa odamlar yo'q, unaqa bo'lmaydi. Nima unaqa bo'lmaydi, xolos. Hamma yetishi uchun ertaga ham bo'ladi, ertaga ham kelinglar. Oyim. Kolbasamiz qanaqa aka 10 mingligimiz? Cho'tkimi? Nechta ovoz bittami? Bo'ldi. Kevrasida xudo xolisa. Kevrasida klientlarimiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yaqinda Toshkentdagi Mis degan zapravkada naqd pul bilan bog'liq muammo bo'lgan edi. Yo'q, men naqd pullarga to'lamoqchi. Yo'q, biz olmaymiz. No problem, okay? Hozir da kelsa boramiz. Ya'ni zapravka tomonidan naqd pul qabul qilish rad qilingan edi. 102 ga qo'ng'iroq qildim. Ichki ishlar xodimlari kelib, holatlarni qayd qilib, kecha menga javob xati keldi ichki ishlar tomonidan, ya'ni jinoyat ishi qo'zg'atish rad qilinganligi haqida va menga tavsiya beryaptiki, siz bu masalada fuqarolik sudiga murojaat qiling deb. Endi biz kurashni to'xtatganimiz yo'q o'rtoqlar. Endi kurashimiz, harakatimiz demak sud maydonlarida davom etadi. Shu bois men bugun da'vo ariza yozib Yakkasaroy fuqarolik sudiga olib borib bermoqchiman. Bizni o'zbekistonlik yurist advokatlar tomonidan bitta yaxshi dastur ishlab chiqilganligi haqida eshitdim, ancha bo'ldi. Lekin hali foydalanib ko'rmaganman. Vakil AI deb nomlanadi. Ya'ni bu sun'iy intellektga ulangan. Siz qanaqadir muammoli vaziyatni aytsangiz, bular qonundan asoslanib chiqib, sizga nima hujjat kerak bo'lsa, buni yozib, chizib tayyorlab berar ekan. Shu boisdan men ham o'zimdagi bor hujjatlarni hozir o'sha yuklab, vakil AI ga tashlab ko'rmoqchiman. Qani bular menga
Men kutganda o'sha Yakkasaroy fuqarolik sudiga da'vo arizani yozib bera oladimi, yo'qmi? O'rtoqlar, mana tayyor, mana hamma ma'lumotlarim kiritilgan. Nima so'rayapmiz suddan? So'rayotganim demak, zapravkaning harakatlarini noqonuniy deb e'tirof etilsin. Shu benzin sotishda naqd pul mablag'larini qabul qilish majburiyati yuklatilsin. Asosiy maqsadimiz tadbirkorni jazolash emas, balki o'sha fuqarolarning qonundagi huquqini ta'minlash xolos. Shu bilan birga biz o'sha zapravkaning egasi, o'sha tadbirkorga ham ertaga naqd pul olganda soliq boshqa idoralar tomonidan e'tiroz bo'lmasligi uchun qo'liga sud qarori chiqarib berilsa, mana men sud qarorini bajardim, majburman shuni bajarishga degan, o'zi uchun strafovka deydi, shunaqa o'zini himoya qiladigan yana bitta vositani yaratib berish. Mana o'rtoqlar, da'vo arizamiz tayyor bo'ldi, chiqarib oldik. Endi qo'l qo'yib, to'lovlarni qilib topshirib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, mana fuqarolik sudiga keldik, topshirib chiqamiz. Shu bilan kutamiz endi qachon majlis bo'lishini. Xo'p, o'rtoqlar, mana topshirdik, nusxasi qabul qilib oldim degan. Oddiy aytganda 10 litr benzinga pul olish uchun 109 ming so'm adashmasam 824 ming so'm to'lashga to'g'ri kelyapti. Mantiqsizlik, lekin ilojimiz yo'q. Bu orqali agar yutib chiqsak, noto'g'ri ketayotgan tizim o'zgarishi va butun o'zbekistonliklarga yengillik bo'lishi mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, endi bu yerga kurashimiz sud orqali davom etadi. Sudda ko'rishamiz yana.